Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti 22 dekabr kuni Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilinganligining 73 yilligini la'natlash, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun xalqaro jamiyatni harakatga keltirish maqsadida 22 dekabr kuni Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazdi. Amerika axborot qurilishi Xitoy Kompartiyasining ta'sir kuchiga ega harakati bilan bog'lanishli guruhlar bilan sherik bo'lib, ular bilan iqtisodiy kelishim tuzgan. Amerika Uyg'ur musofirlarga qarta cheklash siyosatini o'zgartirishi va ularga yordam qilishning yo'llarini tepishi lozim. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatga sunamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti 22 dekabr kuni Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilinganligining 73 yilligini la'natlash, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun xalqaro jamiyatni harakatga keltirish maqsadida 22 dekabr kuni Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi: Ko'pchilik yaxshimisizlar? Eng oldi bilan men Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotiga vakolatan Sharq Turkistonning ishg'ol qilinganligining 73 yilligini aytlash uchun jam bo'lganinglarga rahmat aytaman. Bugun Sharq Turkistonning motam kuni. 73 yil burun, ya'ni Xitoy Kompartiyasi Xalq ozodlik armiyasi 1949 yili 10 oyning 12 kuni Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan 2 oy o'tgandan keyin 1949 yili 22 dekabr kuni Xitoy Xalq Cumhuriyati mustaqil Sharq Turkistonni ag'dirib tashlab, qonunsiz holda o'ziga qo'shib olib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni vatansiz qo'ydi. Shuning bilan birga ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda 73 yildan beri toki bugungacha ishg'ol, mustamlika va irqiy qirg'inchilik harakati olib bordi. 2023 yili kirayotgan bugungi kunda millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. Bosqinchilik qilish, tug'mas qilitish, organlarini sug'urib olish, jinsiy parakandachilik selish, hatto o'ltirishdek tasavvur qilg'usiz zulmning qurboniga aylandi. Buning ustiga millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar Sharq Turkistonda va Xitoyning ichkari o'lkalaridagi korxonalarda qul ishchilari sifatida majburiy emgakka selinmoqda. Shuning bilan bir vaqtda jazo lagerlari va majburiy emgak lagerlarining sirtidagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar hatto uylaridami izchil chetlik qilib, jismoniy jihatda xo'rlash va tajovuzga uchramoqda. 800 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar zo'rlik bilan oilalaridan elinib, davlatning yatoqliq maktablari va darultamlariga o'rinlashtirilib, mingisi yuyilib, turk kimligi va kulturidan uzoqlashtirilib, Xitoy madaniyati singdirilib, irqchi davlat siyosatining turtkisida sodiq Xitoy fuqarosi qilib yetishtirilmoqda. Yüz minglagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalq ayollari majburiy tug'mas qilib etilib, ana qusqidagi gunohsiz buvoqlar zo'rlab tushirib etildi. 10 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turk ayollari Xitoyning kelajakdagi mavjudligimizni yo'qotish uchun ishg'olchi Xitoylar bilan to'y qilishga majburlandi. Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlanishi davlat qo'llagan bosqinchilikdan boshqa narsa emas. Xitoy bizning mavjudligimizni, tilimizni, kulturimizni, tariximizni yo'qotish uchun hech qanday paket qoldirmaslikka tirishib, shahar va yezda qishloqlarimiz, duo, tilovat so'rinlarimiz, hatto qabristonliklarimizdan tortib hamma narsalarimizni vayron qilyapti. Buning sababi nima? Buning hal qilish chorasi nima? Chunki Xitoy bizning vatanimizni 1949 yili oktyabrda ishg'ol qildi. 1949 yili 22 dekabrda mustaqil Sharq Turkistonni ag'dirdi. Biz Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar Xitoyning yo'qotib etishiga qat'iy qarshi turamiz. Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar tarixning qorong'u mazgiliga shohid. Irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatga 21-asrdagi eng nachar besim bo'ysundirishga duch keldik. Chunki biz Sharq Turkistonning haqiqiy egillari edik. Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi bo'lgan emas va mangu bo'lmaydi. Shunga Xitoy bizga Xinjiang degan yangi territoriya ma'nosidagi mustamlika nomini tangan. Nurg'ulg'an insonlar Xitoyni kuchli deb qarab qo'rqidi. Xitoy Sharq Turkiston xalqining mudofaasidan qo'rqidi. Shu sababdan 1996-yildan boshlab Xitoy Sharq Turkistonning mustaqilligining asliga kelishining oldini olish uchun nurg'un kuch chiqargan. imperatorluğunu əbdil əbəd davam qıldırış maqsadida necha 100 milliard dollar sarf qilib, Sharq Turkistonda mustamlika, irqiy qirg'inchilik va ishg'ol harakatini yurgizgan.
Sharq Turkistonning mustaqilligining tamoman asliga kelishi birdan-bir hal qilish chorasidan iborat. Har kim shuni cho'qim bilishi kerakki, kishilik huquqqa kafolatlik qilish uchun Sharq Turkiston siyosiy mustaqilligiga erishishi kerak. Echinishliq yeri hatto hayvonning huquqi Sharq Turkiston xalqiga qaraganda kafolatlantirilgan. Agar biz mustaqilligimizga erisha olmasak, bizning erkinligimiz, kishilik huquqimiz, bexatarligimiz kafolatlantirilmaydi. Yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining oldida namoyish qilganda kishilik huquq dafsanchiligi munozara qilindi. Sharq Turkiston xalqining odatdagi kishilik huquqimi mustaqil davlati bo'lmag'achqa munozaraning asosiy temasi bo'la olmadi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lmag'icha Xitoy jazosiz holda lager va turmalarda insonlarimizni tuhmat qilib yetayotgan, organlarini sug'urib olayotgan, o'ltirayotgan, mavjudligimizga doir barliq dalillarni yo'qotayotgan ahvol ostida biz hayotda qola olmaymiz. Shubhisizki, Amerika va Yevropadagi 10 dak davlat e'tirof qilganidek Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va mustamlika yurgizayotdi. Shak shubhisizki, mustaqil Sharq Turkiston davlati asliga kelguncha bizning bexatarligimiz, erkinligimiz va mavjudligimiz kafolatga ega bo'lmaydi. Tunugun Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Amerikaga yetib kelib, Amerikaning Ukrainaning Rossiya ishg'oliga qarshi kurashini qo'llashini, Rossiyaning tajovuzchiligini oxirlashtirib, Ukrainaning mustaqilligi uchun kuch chiqarishini, dunyoning bexatarligi va demokratiyasi ustida haqiqiy ravishda tekshirish olib berishini talab qildi. Biz Sharq Turkiston xalqi Amerika Qo'shma Shtatlari va xalqaro jamiyatni xuddi Ukrainani qo'llaganga o'xshash Sharq Turkiston xalqiga yordam qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va mustamlikasi, shundaqla ishg'oliyatini oxirlashtirishga chaqiramiz. Xalqaro jamiyat, hukumatlar, rahbarlar va shaxslarni bir oz bo'lsa bizning o'rnimizga o'zini qo'yib, yordam talablarimizga quloq berishga, dunyoning bexatarligi va demokratiyasi uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdek haqli ishni qo'llashga chaqiramiz. Agar xalqaro jamiyat Xitoyning tajovuzchiligiga sal qarasa, o'xshash ishlar O'rta Osiyo, Hindi Tinch okean, hatto Amerikada ham yuz berishi mumkin. Biz Amerika hukumati va barliq erkin davlatlarni Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda yurgizayotgan cho'ng qirg'inchilikqa o'xshaydigan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga, Sharq Turkistonni besib olgan davlat deb e'tirof qilishga, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kurashimizni qo'llashga, Xitoyning 73 yillik ishg'oliyat, mustamlika va irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga chaqiriq qilamiz. Biz Amerika hukumati va boshqa barliq davlatlarni Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga alohida ko'chmanlik vizasi berishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkiston xalqi erkinlikka intiladi. Ular sizning yordamingizga intiladi. Ular mustaqillikni asliga keltirishni orzu qiladi. Agar dunyo kishilik huquqqa ahamiyat berib, irqiy qirg'inchilik va boshqa insoniyatga qarshi jinoyatlarni oxirlashtirishga chaqirsa, Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonni mustaqil davlat sifatida xalqaro jamiyatdagi tegishli o'rnini asliga keltirish kurashini qo'llashi kerak. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Aziz Sulaymon apandi va Tumaris Almas xonim muhim so'z qildi. Amerika axborot qurilishi Xitoy Kompartiyasining ta'sir kuchiga ega harakati bilan bog'lanishli guruhlar bilan sherik bo'lib, ular bilan iqtisodiy kelishim tuzgan. Kundalik chaqiruvchi xabar torining 21 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy xabarlari bilan to'nilgan Nyu-York markazlik bir axborot qurilishi bo'lgan Xitoy turining Xitoy Kompartiya a'zolari va atalmish Xitoy ta'sir ko'rsatish harakati a'zolari tomonidan boshqarilganligini, Xitoy Amerika almashtirish vakfi, Konzi instituti qatorliq bu tür kishilar tomonidan boshqarilgan 20 dan ortiq o'rinning Xitoy turi bilan sherik ekanligi va iqtisodiy jihatda yordam qilganligini kundalik chaqiruvchi fondi tekshirib tepib chiqdi. Amerika Xitoy iqtisod va bexatarlik tekshirish komiteti ularni 2018-yili Xitoy Kompartiyasining ta'siridagi harakat deb bekitgandan keyin Xitoy turi bilan intayin yaxshi munosabatni boshlagan. Kundalik chaqiruvchi fondi Xitoy turining boshqaruvchisi Clarence Kivanning o'xshash vaqtda xizmat qilayotgan bo'lishi mumkinligini tepib chiqdi. U Xitoy turining rahbarlik guruhiga qatnashgan vaqtda Xitoy Kompartiyasining oldingi guruhining direktori bo'lish sifati bilan shirkatga tunji sarmoyani qo'shgan. Bu oshkorlanishlar Xitoy turining savdo tahriri jurnalist Shannon Van Santining parlamentga qasamnoma sunib bir oy o'tgandan keyin Adliya ministrligi 2021-yil 10-oyning 21-kuni Xitoy turining uni 2020-yil 6-oyda bu tashkilotning Xitoy Kompartiyasini qo'llaydigan bir taraflama qarashi bilan moslashmaganligi uchun uni ishdan bo'shatganligini o'ttirg'a qo'ygan.
Florida Cumhuriyetçiler Partisining Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Yangi Jersey shtati Cumhuriyetçiler Partisining Avam palata a'zosi Chris Smith Xitoy parlamenti ijroiya komitetida bo'lib, yaqinda semaforga chet el vakolatchilarini tizimlash qonuniga asosan Xitoy turining majburiy tizimga oldirish kerakligini aytdi. Bundaq bo'lganda chet el o'rinlariga mulozimatini oshkorlash talab qilinadi. 9 aygacha sap joyini deb atalgan Xitoy turi xabar maqolalari va raqamlik ovoz va simli qatorliq har xil usullar orqali har oyda 2 milliondan ortiq kishiga ulashgan ko'p taraflama axborot gruppasidir. Ko'p taraflamalik axborot qurilishi yana Xitoyga va Osiyoga qarshi o'chmanlik masalalarini cho'radigan holda tarbiyalash elib berish va histojlikni qo'g'dashni maqsad qilgan foyda olmaydigan tashkilot serikani boshqaradi. Xitoy turida yana Xitoyning jasuslik jinoyatiga aloqador nurg'ulg'an maqolalarni to'plagan Amerika Xitoyga qarshi o'chmanlik iz qo'g'lig'ichisi bor. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi kundalik chaqirg'uchi fondiga Birlashma oldingi xizmat bo'limi moyatda Xitoy Kompartiyasining o'xshamagan mahalla va tashkilotlarga singib kirish, hamkorlashish va ularga ta'sir ko'rsatish vazifasini ustiga olgan axborot organi dedi. Avam palata a'zosi Simis kundalik chaqirg'uchi fondiga Cumhuriyetçiler Partisi Avam palatasini kontrol qilgandan keyin Xitoyning ta'sir harakatini tekshirishni muhim o'ringa qo'ydi dedi. Amerika Uyg'ur musofirlarga qarta cheklash siyosatini o'zgartirishi va ularga yordam qilishning yo'llarini tepishi lozim. Xalqaro siyosat tizim to'ri 16 dekabr kuni Amerika Uyg'ur musofirlariga yordam qilib, texnik ko'p ishlarni qilishi kerak degan temada bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada Uyg'urlar Amerika musofirlar programmasida oldingi P2 musofirlik salohiyatiga erishib, Birleşken Devletler Teşkilatı Ali Komissarlıqıga o'xshash boshqa qurilishlarning yo'l yo'riqlaridan atlab, bexatarlikka texnik tez erishishi kerak. Mavjud musofirlik sistemasi bo'yicha Uyg'urlarga P2 musofirlik salohiyati berish tamoman mumkin. Amerikaning Tayland va Birma musofirlari O'rta Sharqdagi oz sonli millatlar va Amerikaga yordam qilgan iroqliklarga alohida P2 salohiyatini berganligiga doir misollar bor. Washington yana islom davlatlarida irqiy qirg'inchilikqa uchraganlarni va Hong Kong vatandoshlarga P2 musofirlik salohiyati berishni o'ylashyotidi. Uyg'urlarga P2 musofirlik salohiyati berish Tailandda turib qolgan Interpol tarafidan qizil boshliq uqtirish chiqarilib, Xitoyga topshirilish oldida turgan Uyg'urlar uchun intayin muhim ahamiyatga ega. Amerikada 8 mingdan 10 minggacha Uyg'urlar yashaydigan bo'lib, Demokratik Kongo va Suriyadan kelgan musofirlik salohiyati talab qilayotgan necha ming musofirga selishtirganda P2 musofirlik salohiyatini berishga tegishli necha yuz Uyg'urlar oz hisoblandi. Amerika Uyg'urlarga P2 musofirlik salohiyatini berish orqali inson haqlarini qo'g'dashdagi e'tiborini yuqori ko'tardi. Amerikaning ittifoqdoshlari va dunyoning har qaysi joylaridagi diktator davlatning qurbonlari Amerikaning Uyg'urlarga xotirjam yashash imkonini yaratganligidan ilhom oladi. Beijingmo Washingtonning Uyg'urlarni faqat parang temisi qilmaganligiga, xitoblarini harakati bilan birlashtirganligiga shohid bo'ladi. Amerikadagi Uyg'ur jamoatining soni ortgan sari Beijingning orzu qilganining dal aksicha ommaviy tunish texmi ortadi va qo'llash kuchaydi. Ba'zilar Uyg'urlar Amerikalik qonun chiqaruvchilar va millat vakillari uchun muhim emas deb o'ylaydi, ammo har ikki partiyaning parlament a'zolari Uyg'urlarning Amerikaga urilishiga yordam qilishni xohlaydiganligini bildirishdi. Uyg'ur kishilik huquqni qo'g'dash qonuni, Uyg'ur siyosati qonuni Amerika va uning sheriklarini Xitoydan qochgan Uyg'urlarga o'rin hozirlashga ilhom berdi. Amerikaga kelgan 500 nafardan 1000 nafargacha bo'lgan Uyg'urga P2 musofirlik salohiyati berish va ko'chirish chiqimi 15 million dollardan oshib ketmaydi. Bu yilgi musofirlar hamjoti ichida bu nisbatan oz tannarx hisoblandi. Uyg'urlarning Amerikaga kelib o'ltiraqlash yo'li ochildi. Sansızlagan masum insonlarning hayotini saqlab qolish uchun boshqa davlatlarga kuchli bir o'rnak bo'lg'ili bo'ladi deyildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi buningga Twitter hisobidan inkos qaytarib, biz Amerika vatandoshlik va ko'chmanlar ishxonasining Sharq Turkistonlik Uyg'urlarning sig'ilma iltimosini qabul qilishini va Amerika Tashqi ishlar ministrligining Uyg'urlarga oldin ola P2 musofirlik salohiyati berish orqali Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar oliy komissarligiga o'xshash o'rinlarning yo'l yo'riqlarini atlatib, musofirlarni tezroq xotirjamlikka erishtirishiga chaqiriq qilamiz dedi. Ba'zilar bu avtonomiya siyosatini bekla oddiy qarashlar bilan jiddiyga olmasdan ketyotidi. Bu xil ümidsizlik takrorlanaversa, xalqimizning yoshirin engi butunlay mana shu ayrilolmaslik bilan bichimlandi. Bu xuddi qonga singan shakldagi talqin qilish bo'lib,
Xitaylarning bizni мәңгүлік voz kechtirish yo'lida ilib berayotgan psixologik buzg'unchilik planiga mos keladi. Xitaylarning o'z mamlakatini Jungo degani markaziy davlat ma'nosida bo'lgani uchun asrlar davomida tug'ilib kelayotgan Xitoy nasllarida o'zlarini dunyoning markazi hisoblaydigan, atrofdagilarni o'zlarining beqindisi deb tunish psixologiyasini yetishtirgan bo'lib, bu tug'ma mijoz Xitoylarning tug'ma kengaymichi milliy xarakterini belgilagan. Әні şu bir atalgı payda qilayotgan kollektiv yo'shirini аңны ko'rib turyapmiz. Mana shu o'rnakka o'xshash doimiy takrorlangan avtonomiya shuarimi bizning kishilarimizda mangu beqindilik, boshqalar tarafidan boshqarilish psixikasi, to'g'risi qulchilik psixikasi yetildirish uchun tayyorlangan Xitoy ro'yi buzg'unchilik planining bir qismi. G'ulom Osmon apandining 2018-yili 3-oyning 3-kuni yozgan Qo'rqinchli suiqasd nomli maqolasidan elindi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kökünü Allah için köp rahmet. Kiler kıttım programımız. Görüşkice Allah'a emanet olun sizler.